Bollivud osmonda lov etib yondi-yu 19 yoshida so'ndi. Bir kechada yulduzga aylangan Devya Bharatining o'limi hamon san'at olamidagi eng katta sir bo'lib qolmoqda. Quvurchoqdek chiroyli, fe'l-atvori esa olovdek jo'shqin edi. 9-sinfda aktrisa bo'lish uchun maktabni tashlagan Devya dastlab ko'plab rad javoblarni oldi. Ammo 1992-yil uning hayotida portlash yasadi. Bir yilda 11 dan ortiq filmda suratga tushib, Yil chehrasi mukofotini qo'lga kiritdi. Shohruxxon bilan ishladi, millionlar qalbidan esa joy oldi. Lekin bu yorqin shon-shuhrat ortida og'ir depressiya va sirlar yashirin edi. U 18 yoshida rejissyor Sajid Nadiyatvalaga yashirincha turmushga chiqdi. Uning xulq-atvori kutilmagan edi. Goh mashina kapotida raqsga tushar, goh tuyg'ularni jilovlay olmay qolgandi. 1993-yil 5-aprel. O'limidan bir necha soat avval u yangi uy sotib olgani uchun ko'chada raqsga tushgan edi. Kechki soat 10larda esa dizayneri bilan o'z uyida sharob ichib o'tirgan aktrisa deraza tokchasida muvozanatni yo'qotib, 5-qavatdan yiqilib tushadi. Kasalxonada jon bergan Devyaning vafoti baxtsiz hodisami yoki kechirib bo'lmas jinoyat? U o'zidan boy meros va javobsiz savollar qoldirib ketdi. Sizningcha, 19 yoshli go'zal yulduzning o'limiga nima sabab bo'lgan? O'z fikrlaringizni izohda yozib qoldiring.